odamlarga o'xshab go'sht yeganimiz yo'q, issiq ovqat ko'rganimiz yo'q. Bola esa yosh, ammo hayotini erta ulg'aytirgan. Maktabdan chiqishi bilan onasining yoniga yuguradi. Alloh uni eshittiribdi. Ularning dardini eshitib ko'zlarimga yosh keldi, hattoki uy sotuvga chiqib ketgan ekan. Ularning uyiga bordim, ko'z oldimda qaltirab yotgan bir ota o'rnidan tura olmaydi. O'g'limning otalik qilolmadi. Xotinga erlik qilolmadi. Men ko'chada qolsam ham, masjidlarda yashasam ham, birovlarning kapasida yashasam ham, menga shu suyangan tog'im sog'ayib ketsa bo'ldi. 3 yil avval u musofirchilikda yiqilgan, shundan beri to'shakda yotadi. Akaning hujjatlarini Hindistonga yubordik. Shifokorlar aytishdi, 95% tuzalish umid bor, faqat operatsiya uchun $20,000 kerak edi. Ey yaxshilik izlayotgan inson, hozir sizning bir harakatingiz bir oilani hayotini saqlab qolishi mumkin.